2026-yil Tarozi burji vakillari uchun sinov emas. Bu yil sizdan bitta savol so'raladi. Siz o'zingizni tanlaysizmi yoki yana boshqalarnimi? Agar doim muvozanatni boshqalardan izlab charchagan bo'lsangiz, 2026-yil siz uchundir. Chunki bu yil muvozanat ichingizdan boshlanadi. 2026-yilda hayot sizni qulay bo'lishdan ozod qiladi. Savol bitta: bunga tayyormisiz? Tarozi burji vakillari, 2026-yil sizni tinchgina bir joyda qolishga qo'ymaydi. Lekin bu yomon emas. Aksincha, hayot sizni oldinga undaydi. Bu halollik yilidir. Siz nihoyat ideal bo'lish niqobidan voz kechasiz va tirik, samimiy o'zingizga qaytasiz. Va bilasizmi, Tarozi burji vakillari chinakam bo'lganida nima bo'ladi? Dunyo o'zi ularga tortila boshlaydi. Eng yaxshi davrlar aprel, iyul va oktyabr oylari, ilhom va natija yonma-yon yuradigan fazalar. 2026-yil Tarozi burji vakillari uchun keskin sakrashlar emas, balki sokin va barqaror moliyaviy o'sish yili bo'ladi. Pul sizga tasodifan emas, balki aniq qarorlaringiz va o'z fikringizga tayanib qilgan tanlovlaringiz natijasida keladi. Sizning muloqot qilish qobiliyatingiz, nozik sezgingiz, tahlil qilish mahoratingiz va boshqalarni ilhomlantira olish iste'dodingiz nihoyat real daromad keltira boshlaydi. Buning sharti bitta: o'zingizni arzon baholamang. Aziz do'stlar, sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Shuning uchun videoga like bosing va albatta izohlarda o'z burjingizni yozib qoldiring.